Lentali drabilkalarimiz narxi 3.600.000 so'mdan boshlanadi. 6.200.000 gacha har xil turdagisi mavjud. Bularda hozir bitta ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Hop, bu lentali drabilkalarimiz mana lentasi, ichki mexanizmlari, vali, quyma val bo'ladi. Svarka ishlatilmagan. Pichoqlari har bittasi 22 cm pichoqdan bo'ladi. Pechati ham bor. Kalyonli pichoq deyiladi bu, yaltiroq. Hop, oldidagi pichoqlari segmentli pichoq bilan malatikoy pichoq kombinatsiyasida har bitta qatorida 6 tadan pichoq qo'yilgan. Jami 42 ta pichoq bor. Oldida ham 7 qator, 8 qator bo'ladi akalar. Ikkita chetidagisi 3 tadan bo'ladi, o'rtadagilar 6 tadan bo'ladi. Xullas bu ikkita skorusda ishlaydi. Tez va sekin skoruslarda ishlaydi. Bu 1 sm va 2 sm qilib silos darajasida poya, har xil luboy o't mahsuloti, pichanlarni maydalab berish xususiyatiga ega. Poya keyin jo'xorisi bilan ham ketaveradi bunga. Hop, buni motorlari 5.5 kilovatli motorlardan bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Katta 5.5 kilovatli datchilari bor. Motor bo'ladi. Bu motorimiz alyuminli motor bo'ladi. Usti misli lakli bo'ladi, lekin ichi alyumin, zavodskoy yangi motor bo'ladi. Hop, bu drabilkamiz razmeriga keladigan bo'lsa, mana hozir razmerlarni o'lchab ko'rsatamiz. 123 cm bu drabilkamiz razmeri. Hop, balandligi 80 cm bo'ladi. Balandligi 80. Ko'rishlar mumkin. Hop, bu 120 li drabilkamiz narxi 3.600.000 so'm chiqadi. Buni uzunroq varianti ham bor. Hop, buni bo'yini hozir o'lchab ko'rsataman. 1.40 dan oshiq ekan. 1.40 lik deb olsak, bu 1.40 ligi narxi 4.600.000 so'm chiqadi akalar. Ko'rishlar mumkin. Buni lentalari ham unga nisbatan uzunroq bo'ladi. Ichki mexanizmlari bir xil bo'ladi. 22 cm li splashnoy pichoqdan 6 ta, buni ham oldida 42 ta pichog'i bo'ladi. Buni ham vallari shu quyma vallardan bo'ladi. Bu drabilkalarimiz hammasi Kentaur brendiga tegishli, original, xohlasa uyaltirib qo'ymaydigan drabilkalar akalar hammasi. Bu drabilkalarimiz asosan silos uchun juda ham qo'l keladi. 1 sm gacha qilib maydalaydi akalar. Hop, bu drabilkalarimiz motoriga keladigan bo'lsa, hammasiga 5.5 kilovatli alyumin motor o'rnatilgan. Lekin shu motorda ham ko'chada mis motor deb sotishadi. Ichi alyumin chiqadi 100%. Ustida lakini o'zi mis bo'ladi xolos. Bu motorlarimiz 220 tokda ishlaydi. Mabodo toki pastroqqa tushib ketsa 180 gacha ham ishlab beraveradi. Baquvvat motor bo'ladi bular. Hop, bu motorlarimiz hammasi 220 da ishlaydi. Xohlaganlarga 3 fazali motor ham qo'yib beraveramiz. Mana bunaqa 3 fazali motorlar ham qo'yib beraveramiz. Narxi o'zgarmaydi. Kichkinasi 3.600.000 so'm, kattasi 4.600.000 so'm. 3.900.000 so'mga 4.600.000 so'm bo'ladi akalar. Zo'r adashib ketdim. Narxi o'zgarmaydi. Xohlaganlarga 3 fazali motor qo'yib olib ketaverasizlar. Agar uzul-kesil 220 ham 380 tok ham bo'lmasa, bunaqa benzinli motorlar ham qo'yib beraveramiz. Bunda ham narxi o'zgarmaydi. Keyin bularda universal variantidan ham kelgan. Ko'rishlar mumkin. Universal varianti vakuumli bo'ladi. Tippasida bunkerlari bor. Bu universal variantini ichki mexanizmlarini ko'rib o'tinglar. Bu ham pechatli splashnoy pichoqli bo'ladi, faqat buniki 7 ta bo'ladi. 6 ta, ularniki 6 ta bo'ladi. Buni splashnoy pichog'i 7 ta bo'ladi. Keyin oldida mana malatikoy har xil pichoqlari bor, yana suta, donni. Juda ham mayda qilib shakar yoki un razmerigacha xohishga qarab maydalab beraveradi. Hop, mana buni 3 ta setkasi bor o'zini. Ko'rishlar mumkin. 3 xil setkasi bor. Lentalari bor o'zini. Bu ham 2 xil skorusda ishlaydi. Bunga don maydalamoqchi bo'lsangiz, shunda to'sib qo'yasizlar. Ikkita temir bilan shuni to'siladi bu. Keyin bemalol mana tepasidan suta yoki donni bemalol tashlab maydalasalar bo'ladi. Bu shlankasi orqali chiqib tepadan qopga tashlab beradi birato'la akalar.
Xullas, bu drabilkamizni narxini 6 million 200 ming so'm qilib beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Buni ham vallar, quyma vallardan bo'ladi. Sifatlari juda zo'r bo'ladi. Buni ham motor 5.5 kilovatli. Xohlaganlarga 3 fazali motor ham qo'yib o'rnatib beraveramiz. Agar toklan bo'lmasa, benzinli motor ham ustonovga qilib beraveramiz akalar. Narxi o'zgarmaydi. 6 million 200 ming so'm. Hop, buni uzunligini bitta o'lchab ko'rsatib beraman sizlarga. Buni uzunligi akalar 1.50 dan oshiq. Bo'yiga keladigan bo'lsa, mana bo'yi 80. Xullas, bu drabilkamizning narxini sizlarga 6 million 200 ming so'm qilib beramiz. Dastavkaga keladigan bo'lsa, Toshkent shaharicha bo'ylab bepul bo'ladi dastavkamiz. 12 ta viloyatlarga ham kelishilgan holda dastavkaga chiqarib beraveramiz. Narxlarni tanishtirib o'taman yana. 120 li variantimiz, lentali drabilkamiz. Hop. 3 million 900 ming so'm. Hop. 140 li variantimiz. 4 million 600 ming so'm. Universal 150 li variantimiz 6 million 200 ming so'm. Bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilsalar ham bo'ladi. Hop, obunachilar uchun alohida skidkalar ham qilib beramiz. O'sha xohlasalar 220 motor, xohlasalar 380 motor, xohlasalar benzinli motor ustonovga qilib beramiz. Narxi umuman o'zgarmaydi. Xohishga qarab qo'yib beraveramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlar mumkin.